Ko'plab bizneslar hali ham optimga sotadi, lekin oxirgi klientga sotishni bilmaydi yoki bo'lmasam xohlashmaydi yoki teskarisi ba'zi bizneslar bor, optimga bermaydi, faqatgina oxirgi klient bilan ishlaydi. Nimaga bunaqa qiladi degan agar sizda savol bo'ladigan bo'lsa, qanaqa bu? Agar siz ishlab chiqarishda bo'ladigan bo'lsangiz, ishlab chiqarishda siz birinchi kimga sotasiz? Ko'p holatlarda dilerga sotasiz, qaysidir holatlarda distributorga sotiladi va hokazo. Mana shundoq ishlaydi. Bu joyda siz aytaylik $100 narsangizni bunga sotishingiz mumkin qanchaga? $120 ga. Bu maksimum holatda. Bo'lmasa undan ham past. Endi keyingi holatda diler keyin sotadi optim do'konga yoki bu ham ikkinchi etapda ham bo'lishi mumkin, distributorga sotadi va bu ustiga qo'yayotganda o'zini xarajatlari bilan bu yoqda aytaylik $140 ga sotadi. $140 ga. $140 ga sotgandan keyin bu nima qiladi? Optim do'kon demak bu yoqqa tushdi. Buni keyin oxirgi do'konga sotadigan odamlarga sotadi va bu bo'lishi mumkin $160. Lekin mana bu oxirgi mijozga sotadigan do'kon mana bu yerdagi mijozni o'ziga sotadigan bo'lsa, bu qanchaga sotadi? Ko'p holatlarda har xil sohada har xil bu qanchaga chiqib boradi? Aytaylik $200 ga chiqib boradi. Hozir qanaqa ishlashyapti? Ishlab chiqaruvchilar to'g'ridan-to'g'ri sotishni bilgani uchun mana bu jarayonlarni hammasini to'xtatib o'tkazib, bu joydan ikkinchi joyga mana bunaqaga to'g'ridan-to'g'ri o'tkazyapti va bu $100 narsa $200 emas, bular bo'lishi mumkin $180 nima berishyapti? Taklif berishyapti. O'z-o'zidan bu ishlab chiqarishda buni tannarxi bunga aytaylik $80 ga sotgan bo'lsa, yo'q mana $20 bu yoqda foyda qilib sotmoqchi bo'layotgan bo'lsa, bu joyda buni ko'radigan bo'lsak, bu yerda $80. Ya'ni oxirgi klientga sotishni bilgani uchun shunaqa qilyapti. Agar siz oxirgi klientga sotmayotgan bo'lsangiz, qarang qancha narsadan qurib qolyapsiz. Shuning uchun oxirgi klientga sotishni o'rganish kerak va buni amalga oshirish kerak. Asosiy foyda shu yerda.